Prostata bezi uzisi og'riqlimi? Prostata bezini o'zi ultrazvukda tekshirish yo'q, og'riqli emas. Sababi bunda datchik bemor qorniga qo'yiladi va unda prostatani biza razmerlarini, strukturasini, holatini aniqlaymiz. Bunda bemorga hech qanaqa og'riq, bezovtalik bermaydi. Nima uchun ba'zida uzi tekshiruv natijalari bir-biriga mos kelmaydi? Ultrazvuk tekshiruvi bu real vaqtdagi tekshiruv hisoblanadi. Masalan, buyrak yo'llar, siydik yo'llardagi toshni bemorda bezovta qilgan bo'lsa, biz hozir bor deb bersak, 2-3 kundan keyin u tosh tushib ketgandan keyin boshqa uzi tekshiruvda bu holat aniqlanmasligi mumkin. Uzida tekshiruvga kelishda tayyorlanib kelish shartmi? Ultrazvuk tekshiruviga tayyorlanib kelish ba'zi bir organlarni tekshiruvga shart. Masalan, o't qopini tekshirish bo'lsa, bunga och qoringa kelishi kerak bemor. Siydik, prostata, matka, tuxumdonlarni tekshirish kerak bo'lsa, bunga bemor siydik qopini to'ldirib kelishi shart. Uzida tekshiruvda buyrak va siydik yo'llardagi toshlarni aniqlash mumkinmi? Ultrazvuk tekshiruvda buyrakdagi toshlarni aniqlasa bo'ladi. Siydik yo'lidagi toshlarni ba'zi holatlarda ichaklarni to'sib qolish hisobiga aniqlay olmasligimiz mumkin.